Tushda kelin ko'ylak kiyish nimani anglatadi? Agar siz tushingizda kelin ko'ylak kiyganingizni ko'rgan bo'lsangiz, bu odatda yangi boshlanishlar va o'zgarishlarga ishora qiladi. Agar ko'ylak chiroyli va oppoq bo'lsa, bu yaxshi yangiliklar, baxt va quvonch yaqinlashayotganini bildiradi. Agar o'zingizni baxtli his qilsangiz, bu hayotingizda ijobiy o'zgarishlar bo'lishidan darak beradi. Agar aksincha, o'zingizni noqulay yoki xafa his qilsangiz, bu majburiy qaror yoki ichki ikkilanish borligini bildirishi mumkin. Agar kelin ko'ylak kir yoki yirtilgan bo'lsa, bu ba'zi muammolar yoki umidlar oqlanmasligini bildiradi. Xulosa qilib aytganda, bu tush ko'proq yangi bosqich, umid va ichki holatingiz bilan bog'liq bo'ladi. Tush ta'biri bashorat emas, barcha narsani bilguvchi yagona zot Allohdir. Ko'rgan tushlaringiz ta'birini bilmoqchimisiz? Unda kanalimizga obuna bo'ling.